Bismillahirrohmanirrohim. Hozirgi aytiladigan duoyimizni yaqinlaringizga ulashib qo'ying. Shu bilan birga o'zingiz ham bu duoni yodlab oling. Bu duo Qasos surasida keladigan Qur'oniy duolardan hisoblanadi. Muso alayhisalomga tushgan duo. Muso alayhisalomning ham siyratini o'qib qo'yishlikni tavsiya qilgan bo'lardim. Holatini tushunganingizdan keyin bu duo qanchalik muhim ekanligini tushunib yetardingiz. Duoda Muso alayhisalom qiyinchilik holatda najotsiz yo'lga kirib qolgan paytda Alloh taologa iltijo qilib duo qiladi. Alloh taolo duolarini qabul qiladi va bu dunyodagi buyuk ne'matlar bilan, eng kerakli bo'lgan ne'matlar bilan ne'matlantiradi. Duo qanday edi? Robbi inni lima anzalta ilayya min xayrin faqir. Ya'ni ey Robbim, meni faqirlikdan chiqar, meni muammodan chiqar. Menga ne'matlar bilan ne'matlantir. Menga ketmas davlat ber degan mazmundagi, ma'nodagi duolar edi. Bu duo qanchalik muhim, hayotimizga kerakli duolardan biri ekanligini tushunib yetamiz. Chunki bu dunyoda agar inson xotirjam, muammosiz yashaydigan bo'lsa, ibodatlari ham o'z vaqtida mukammal bo'lishligiga sababchi bo'ladi. Zero inson shunday zotki, o'lishligini bilsa ham yagona mavjudot o'lishligini bilib turib har qanday yomonliklarga, tajovuzlarga, yomon narsalarga qo'l urib qo'yadigan inson bo'ladi. Mana shunday narsalardan saqlanib, xolis Allohga duo qilib, xolis Allohga yaqin bo'lishlik bilan inshaalloh bu dunyoda ham, oxiratiga ham foydali bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.